Hozir biz syomka jarayonidamiz. O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist, hammamiz uchun sevimli bo'lgan san'atkorimiz Mavludaxon Asalxo'jayeva kirib kelyaptilar. Ularni kutyapmiz, syomka bo'lyapti. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Yaxshimisizlar? Yaxshimiz. Mana men keldim. Keldingizmi, tayyormisiz o'zgarishlarga? Dilmurod kiyimlarni tikib bergan. Lekin bilasizmi, menga ko'proq oldinlari ham ko'p konsertlarimda keyingi 91-92 yildan keyingi konsertlarimda faqat Dilmurod tikkan lekin menga kiyimlarimni. Shunda ham materiallarni o'zim ham birgalikda borib Dubaydan ishtirok etgansiz jarayonda. Dubaydan o'sha qimmat materiallarni olib tiktirganman, xarid qilib tiktirganman. Keyin mana bu safargisida hozir aytaman, Zuhar Murod, juda zo'r kolleksiyalar. Armani, keyin binovlari ham haligi fransuzskiy o'sha yoqdan zakaz qilingan, lekin har bitta metri qimmat. Boshqalar bilsa kerak, juda ham qimmat. Hattoki qora birinchi kiygan nimamdagi xalatimni astari ham nima Armanini anaqasidan qilingan. Matosi, demak, aynan Armani brendi uchun material mato ishlab chiqarilgan va o'sha yerdan sotib olingan. Orqasidagisini ham shu Armani anaqadan qilingan, chunki chiroyli tikib bergan, hammasi o'sha brendli materiallar bo'lgan. Shuning uchun menga sal qimmatroq bo'lgan, qimmat bo'lgani bilan bilasizmi, haligi hamma joyda bemalol kiya olaman, bemalol. Bir xilgilar biladi, tushunadi. Bir xilgilar kim o'tirib tekshirib ko'rib, bu anaqa bozordan oldingizmi? Parchami dedi. Ko'rgandim. Men aytdimki, qanaqa bozormi? Bu bozordan olinmadi, bu Armani. Endi hammaga aytib o'tirmayman-ku. Bir xilga tushunadi. Bir xilga tushunmaydi. Chunki baribir toza material ham nima deydi, egningizda ham yaxshi bo'ladi. Haligi har xil nimalar, nima deydi, havo o'tkazish jihatidan ham yaxshi. Keyin eng oxirgi kostyumiga haligi orqasiga anaqa qildirganman. O'zbek dizaynerlarimizdan sizning e'tiboringizni tortganlar bormi hozir? Va ular kimlar? Yo'q, qarang, men o'zbek dizaynerlardan Zulfiya Sulton, Liga G'ayrat tikkan ko'ylaklarni. Keyin shu Dilmurod, Iroda degan nimalar bor, u ham chiroyli ko'ylaklar tikib berdi. Shahzodaxonni ko'p o'sha kiyimlarini, chiziqlarini, tikishlarini ko'raman, yoshlarimizga ko'proq tikib bergan. Juda ham menga yoqadi. Chunki bu nima ham o'sha o'z uslublariga egalar, o'z uslubiga ega. Hamma mana qaysi san'atkorga masalan kiyim tikkan bo'lsa, kimga nima qilgan bo'lsa ko'raman, o'zlariga yarashgan, shu yuziga to'g'ri keladigan chiroyli liboslar taqdim etadi. Shunga men yaqinda bir-ikki marta telefon qilib nima qilaman dedimda, mana o'zinglar chaqirib qoldinglar, menga ko'ylaklar tikib bering demoqchi bo'ldim. Ana ko'rsatuvimiz bahona birgalikdagi ishlarni ham sizlarga tilab qolamiz. Mavlud opa, hozir dizaynerlarni tanlaysiz va tanlaganingizda ularni qaysi jihatlariga e'tibor berasiz? Eskiz chizish jarayonigami yoki bo'lmasam ularni liboslariga yaratishiga yoki bo'lmasam faqat siz o'zingiz g'oyangizni aytasiz va xuddi shunday qilib dizayner tomonidan sizga libos taqdim etiladi. Bo'ldi, shuni xohlaysizmi yoki bo'lmasa? Yo'q, men unga nimada aytaman, menga shunaqa qilib berasiz deyman, chizib berishadi. Ma'qul kelsa o'zimnikini ham chizadi, keyin o'zlaringnikini ham. O'zlarimdan ham fikrlar qo'shishadi va birgalikda liboslarni mana to'yxonalarga, konsertlarga masalan hozirgi paytimizda kiyimlar kiyiladi-ku, shunda men ko'proq adreski ham kiyaman, milliy matolardan kiyaman. Lekin o'shaligi brendli masalan kiyimlarni kiyib agar boradigan bo'lsam, nimagadir haligi nega kiyinib kelmadingiz degan bo'ladi. Bir kun
bitta joydan rosa endi bahosi ham o'ziga yarasha zo'r ko'ylak oldimda, olib xursandman endi kiyib endi qo'shiqda aytib anaqa qilgandagi chiqib ketaversam, o'sha ayol "Muldaxon, men sizni rosa yaxshi ko'raman, qo'shiqlaringizni ham, lekin anaqa yaxshi chiroyli kiyinib kelmabsiz" dedi. Qarab turdim, "Voy, bu rosa qimmat" dedim. Nima deyishni bilmasdim. Chiroyli ko'ylak qimmat desam. Yo'q, haligi yaxshi ko'ylaklardan kiyib kelmasin. Bundan keyin agar beshik to'y qiladigan bo'lsam, chiroyli ko'ylagingizni kiyib kelasiz. Bir xilgilar biladi, mana siz Sapagini ko'rdim, tanidim deyapsiz. Bir xilgilar biladi, bir xilgilar bilmaydi. Mana yaqinda ham xursand bo'lib bitta narsa olib, endi sal bizamchi, haligi katta yoshdamiz, lekin shunaqa haligi yana ham biz anaqaroq haligi nima deydi, qomat ko'rsatadigan kiyim ham kiyishni xohlaymiz bizda. Kiydim bundan sira telefon qilishib, voy nimadir qanaqadir bir oddiy nima trikotaj kiyib ketdi deb telefon qildi. Ammo bu o'zingizga bo'lgan ishonchingiz va o'z ustingizda ishlashingiz bu yaxshi va xalq baribir bir kun bu narsani sizda sezadi. Ha, to'g'ri. Balki ozgina kechroq bo'lishi mumkin, ammo baribir moda, o'sish, liboslar yaratilishni tezligi, ketma-ketligi baribir xalqqa birin-ketin bo'lsa ham yetib boradi. Keyin mana hozir tikuvchilarimizga, mana hozir Shahzodaxonga aytmoqchiman, masalan bundan buyog'i ishlaymiz. Aytmoqchimanki, masalan san'atkorlarga mana alohida masalan bozordagi emas. Bir ikkita nimalar ishlaganimda menga ko'ylaklar tikib berishdi, keyin to'yxonaga kirib ashula aytayotganimda meni materialimdan bir uchratasiz. 8 tasida ko'rib qolaman-da, keyin uni ikkinchi marotaba kiymayman. Anaqa buni kiyolmayman chunki odamlarda bor deyman. Shuning uchun nima deydi, alohida qanaqadir nima o'sha materiallarni ham nimani ham alohida olib kelaman. Mo'ldada mana shuncha turadi, mana bo'ladi. Mana shuni deb aytsa, masalan, boshqa san'atkorlarimiz masalan ajralib turadi. Ajralib. U yoqdagi cholishdagilar ham zo'r, uni chiroyli qilib bildirmasdan tikib bersa bo'ladi. Lekin orasida shunaqalar chiqib qo'ygancha men ko'pincha kiymay qo'yaman. Ammo o'zingiz ham brendlarni ishlarini kuzatarkansiz, ammo brendlar o'zlari kolleksiyalari uchun alohida matolar ishlab chiqarishadi va shuning uchun ham ularning brendligi ajralib bitta bo'ladi, ikkita, uchta bo'ladi. To'g'ri. Bizda ham menimcha yaqin kunlarda dizaynerlar tomonidan o'z kolleksiyalari uchun alohida matolar ishlab chiqariladi va ularning mijozlari shu qadar ko'payib boraveradi. Bizda ham dizaynerlar yaqin kunlarda o'z kolleksiyalari uchun eksklyuziv matolar ishlab chiqarishadi va kolleksiyalarni ommaga taqdim etadi. Mana masalan, men nimadan xursandman bilasizmi? Mana hozirgi shunaqa tikuvchilarimiz bor. Mana malakali dizaynerlar. Malakali dizaynerlarimiz. Men juda ham xursandman, chunki mana kelajakda hech kimimiz masalan endi olamiz, brenddan olamiz, lekin o'zimizda ham ulardan qolishmaydigan nima dedi, tikuvchilarimiz ko'p. Shahzodaxonni gapiradigan bo'lsam, men qarab turamanda chizishlariga, liboslarni o'zi qanaqadir fantaziya qilib tikkan narsalar yaratyapti. Ularga juda xursandman. Ularning kelajagi bor. Bular hozir qizlarimiz yosh hali, ya'ni qancha narsalar qiladi. Qancha nima deydi, san'atkorlarimizning kiyimlar tikadi, liboslar tikadi, oddiy xalqimizga liboslar tikadi. Ana endi Shahzoda Muhammedova deganingiz uchun Shahzoda Muhammedova o'z studiyalarida bizni kutmoqdalar. Hozir esa ko'rsatuvimizning kulminatsion nuqtasidamiz, aziz tomoshabinlar. Xonanda Safoyeva, hozir siz Shahzoda Muhammedova tomon borasiz va ularga o'zingiz xohlagan libosni, tasavvuringizdagi libosni ozgina aytasiz va ular o'z fantaziyalaridan kelib chiqib sizga shunday eskiz chizadilarki, bunday libos menimcha sizning garderobingizda hali yo'q. Bu esa surpriz bo'lib qoladi. Ana endi hozir Mavluda Safoyevani Shahzoda Muhammedova tomon chorlaymiz. Demak, bemalol borishingiz mumkin. Shahzoda opa, Mavluda opa ketdilar yoningizga. Mavluda opa, salom alaykum. Yomon bo'ldi. Hormang debdi. Oydan olamiz. Yo'q, kelinga qarang. Voy deb, davom etamiz.
Ha, Shahzoda. Voy. Keling, Mavluda opa. Yaxshimisiz? O'tirib oling, marhamat. Bu joy sizga. Ha, Bo'ldimi suhbatinglar tugatdinglarmi? tugatdi. Yaxshi bo'ldimi? Yaxshi. Nima qilamiz endi sizga? Qanaqa libos tikamiz endi? Hozir birinchi eskiz chizaman sizga. Ko'rsatuvimizning sharti bo'yicha sizga chiroyli eskiz chizishim kerak. Keyin u eskizni tikib, bichib, bezatib sizga shu qo'ymaga kiygizamiz. Bo'ldi. Siz qanaqa xohlayapsiz? Mayli, mana ko'rsatuvimizni hozir hech kim bilmasin. Menga aytib qo'ysangiz bo'ladi. Husniya ham bilmasin boshlovchimiz. Nima kiygiz kelyapti? Nima kiygiz kelayotgan bo'lsa o'shani chizib tikib beraman. Qomat. Qomatdan keyin olganim sizga ko'proq yoqadimi yoki qomatni qoraytirib olib ketgan? Qoraytirib. Keyin olsa bo'lmaydi, chunki semiz ko'rsatadi. Demak, sizga qomat bo'ylab sevimli tanlaymiz. Menda bitta g'oya bor. Nima deysiz? Endi men tasavvurim bo'yicha endi baribir siz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistsiz, xalqning nazaridagi insonsiz. Buni ustiga go'zal ayolsiz. Rahmat. Sizni qo'shiqlaringizni ko'pincha o'zim yaxshi ko'rib, tinglab, xirgoyi qilib yuraman. Mavluda Asalxo'jayeva bo'lgani uchun familiyangizga mos qilib Asal va asalari obrazida libos yaratsam nima deysiz? Zo'r bo'ladi. Yaxshi bo'ladimi? Ha? Hech ham bunaqa asalarli ko'ylak kiymaganmisiz? Yo'q, hech kiymaganman. Bo'ldi, unda asal va asalari qilamiz sizni. Bo'ldi. Bo'ldi. Chizaman hozir. Gapirib chizuvchi. Ha. Mana qomatingiz shunaqa tor bo'ladi. Mana bu mikrofonga sochingiz tushib qolib, sal ochib. Sizga ham bularni ham yuzaki choptirib chiqdim. Hozir. Manimi? O'g'idek savol qiling. Bo'ldi. Sizni ozg'inroq qilib, chiroyli qilib, yana ham bo'ylaringizni uzun qilib ko'rsatamiz. Mavluda opa, agarda tikkan libosim yoqsa, qayerga siz mo'ljallagan joylaringiz bormi? Konsert bormi yoki klip suratga olyapsizmi? Bilasizmi? Yaqinda yangi qo'shiq yaratganman. Klipga mos keladigan bo'lsa, klipga ham ishlataman. Qo'shig'ingiz qanaqa? Og'irroq. Og'irroqmi? Nomi qanaqa? Premyera bo'ldimi yoki hali bo'lmadimi? Sog'inasan. Sog'inasan, ha? Bitta qo'shig'ingizda shu sog'inasanni xirgoyi qilib bering, agar yo'qsa. U yangi-ku, yangi. Yomg'irda yuraylik. Voy. Topdi bu ham. Menga eng yoqadigan qo'shig'ingiz shu. Yomg'irda yuraylikmi? Hayotni bo'lishaylikmi? İlk gün aşkları İlk kabi. kun aşkları kabi. Boshqasini aytaylik. Qaysi biri? Olma anoriman. Ana. Qanaqa edi Mavluda opa? Bir o'zingizdan bo'lsin. Olma anoriman. Yo'q, emas. Men yaxshi ko'rgan Hamma qo'shiq ham emas. Yaxshi ko'rgan qo'shig'imda, men ko'p qo'shiqlar orasida unchalik o'zimga yoqmaydiganlari ham bor. Menga olma anor yo'q. Hop, sizga yoqadigan Menga qaysi? oxirgi qo'shiqlardan shu zor yuragimsan, o'zini unutgan man keragingman, kunlari bedor kutgan zor yuragimsan ey, o'zini unutgan man keragingman, kunlari bedor kutgan hey. Mavluda opa, qo'ymaysiz. Hech qarimaydigan xonandalarimiz safidasiz. Lekin zo'r chiqyapti. Yoqyaptimi sizga? O'zimga ham yuzimga o'xshatib qo'yibsiz. O'shatma harakat qilamiz. Rasm berasiz. Xuddi shunaqa bo'ladimi endi? Endi xuddi shunaqa chiqarishga harakat qilaman. Endi hozir bichib, tikib shu libosni xuddi shu chizgan eskizimga o'xshatib tikib berishga harakat qilaman Mavluda opa. Agarda yoqsa ham rahmat deb qo'yaverasiz, yoqmasa ham Yoqsa kerak, yoqsa kerak. Qani endi mana shunaqa kelining bo'lsa? O'g'illaringiz yo'qmi? Uylanib bo'lgan-a, Sizni bu ketishda qaynona kelin serialiga qo'shib qo'ymasam bo'lmaydi. Voy, yaxshi bo'lardi. Aslida menga ko'ylalar chizib, tikib o'tirasiz. Voy, kelgan kelinlarim ichi yonib yomon bo'lardi lekin. Bo'ldi. Rostdan. Men sizni shunday serialga O'sha qo'shaman. serialda o'ynayman.
ko'ylakni tikasiz, chizasiz, maza qilib har 2 kunda ko'ylak tayyor. Keyin kelinlaringiz meni chiqarib yuborsa, Chiqarmaydi. Chiqishtirmang. Ha, Siz qarab turasizmi? ha. Bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Bo'ldimi? Oyijon, dunyoningizda atrofingizda gap bo'laman. Bo'ldi, mana hozir tomoshabinlarimizga ko'rsatamiz. Eskiz tayyor, chizib bo'ldim. Endi bu eskizni hozir bichib tikish jarayonlarini boshlaymiz. Faqat bu prosessni siz ko'rmaysiz. Xo'p. Yuring. Qayerga boray? Sizni boshlovchimiz oldida kuzatib qo'yaman. Qaramay-a, sizlarga Yo'q. bunday bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, mana hozir ko'rib turganingizdek, eskiz tayyor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, go'zal va betakror xonandamiz Mavludaxonim Asalxo'jayeva uchun chizib bo'ldim. Andazani ham tayyorlab chizib bo'ldim. Endi esa navbat matolarni tanlagan holda bichishga navbatni bersak ham bo'ladi. Bu uchun menga hozir assistentim va yordamchim Malikaxon yordam beradilar. Tabiiy bo'ldi. Boshlaylik. Tizimni qo'yamiz. Mana buni buklab olishimiz kerak. Hozir buni buklab olaman, chunki mana buklasam bo'ladi. Qarangda, mana hozir ko'kridan boshqa mamlakatlarimizni bichib olishimiz kerak. Lekin bunda ham yoping. Cho'qroq qilinchi ko'proq tashlab tikkanimiz yaxshi, chunki oxirida sariqlar bo'lib qolsa kengaytirishimiz ham bo'ldik. Endi esa mana shu libosni eng kulminatsion daqiqasiga yetib keldik desam bo'ladi, chunki bu eng qiyin proses, bu kiyimni bezatish bo'ladi. Bezatishga juda ham ko'p vaqt ketadi, Malika. Mana hozir bezatishni boshlaymiz. Malika, siz sekin asallar ko'rinishidagi siluetlarni chizib turavering. Ornamentlarni. Men bu yerdan hozir sizda bosh kiyimlarni, aksessuarlarni yasab turaman. Chunki hozir bosh kiyimlar bor-ku. Abadat qismini keyin qilib peshonasiga. Bo'ldi. Qalay bo'ldi, bitib qoldim. Ha, bityapti, ozgincha qoldi. Balki shu on sani xayolingdaman, eslab bitta o'zing yolg'iz qolganda. Ushbu libos tayyor bo'ldi va Mavluda Asalxo'jayeva kiydilar va ularning fikrlarini eshitamiz. Libos o'zingiz xohlaganingizga chiqdimi yoki sal kamchilik bormi? Bilasiz, o'zim xohlaganimdan ham ortiqroq chiqdi. Juda ham yoqdi menga, juda ham chiroyli. Qarang, mana asalari ham bor. Mana hattoki o'zlarida ham bor ekan. Bu asalari bo'lsa, meniki pashshab. Juda ham chiroyli, juda ma'qul keldi menga. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Musamman Mavluda opa, agarda mana shu libosni siz qanaqadir konsertlaringizdan yoki kliplaringizda kiyib chiqsangiz, men juda ham xursand bo'laman. Xudo xolasa buni klipimga ham kiyman, konsertimga kiyman. Keyin qolgan nima deydi, yana liboslar tikadigan bo'lsa, sizga kelaman. Ana bu. Shu o'zbek dizaynerlarimiz dunyo miqyosiga chiqsin. O'zbekistonimizni butun dunyoga tarqatsin. Albatta. Endi ko'rsatuvimizda kutilgan daqiqalar ham keldi. Aynan Mavluda Asalxo'jayeva ustilaridagi liboslarga Fashion Time ko'rsatuvi nomidan hamda dizaynerimiz Shahzoda Muhammedov tomonidan sizga taqdim etiladi va ustingizdagi liboslarni biz sahnalarda ko'rsak, hattoki Shahzoda Muhammedov ham bundan juda ham xursand bo'ladilar. Albatta. Rahmat. Mana shu sovg'amizni ham siz uchun qabul qilasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Keyingi ko'rsatuvlarimizni ham kuzatib boring. Keyingi mehmon kim bo'ladi va unga qanday libos Shahzoda Muhammedov tomonidan taqdim etiladi? Hozircha. Hayır.